Navbatdagi savolimiz ikkinchi variant 14-savol. Asosiy to'qimaning xlorenxima hujayralari uchraydigan to'qima hujayralari. To'g'ri berilgan javob aniqlang. Birozgina tushunarsiroq. Asosiy to'qimaning xlorenxima hujayralari uchraydigan to'qima hujayralari. To'g'ri berilgan javobni aniqlang. Menimcha bu asosiy to'qima qaysi to'qimalar oralig'ida uchraydi? Mana shularni ol demoqchi. Javobdan ketsak yaxshiroq. Qoplovchi to'qimaning birinchi, demak, qaysi to'qima oralig'ida bo'lardi bu? Asosiy to'qima qoplovchi, o'tkazuvchi va mexanik edi. Xo'p, qoplovchi to'qimaning epiderma hujayralari va mexanik to'qimaning kolenxima hujayralari. Xo'p, bu hozircha to'g'ri kelyapti. Javob to'g'ri kelyapti. Bni ko'ramiz. O'tkazuvchi to'qimaning elaksimon nay hujayralari. Xo'p, hosil qiluvchi to'qimaning kambiy hujayralari. Yo'q, mana bu hosil qiluvchi deyapti. Chiqib ketadi mana bu. Mexanik to'qimaning sklerenxima hujayralari, qoplovchi to'qimaning periderma hujayralari. Mexanik to'qimaning sklerenxima hujayralari va qoplovchi to'qimaning periderma hujayralari. A bilan C'ning qanday farqi bor? Qoplovchi to'qimaning epiderma hujayralari va mexanik to'qimaning kolenxima hujayralari. Mexanik to'qimaning sklerenxima hujayralari. Birinchida ana bu kolenximada ana bu nima bor-ku? Xloroplastga ega hujayralar bor edi xlorenximada. Sklerenximada bunday yozilmagandi. Xo'p, shu bilan farq bo'lsa kerak. Deni ko'ramiz. Hosil qiluvchi to'qima, yana hosil qiluvchi to'qima deyapti. Boshqa ishlanadigan joyi yo'q buni, boshqa ishlanadigan yo'li yo'q. Shuning uchun faqatgina A javobini olishimiz mumkin. Faqatgina A javob. B javobni qayeri xato degan bo'lsak, hosil qiluvchi to'qima deyapti mana bu yerda. Hosil qiluvchi to'qima deyapti. Mana bu yerda mexanik to'qimaning sklerenxima deyapti. Tushunaymi? Sklerenxima. Mana bu yerda yana hosil qiluvchi to'qima deyapti. Mana shuning hisobidan biz A javobini oldik.